Shohimardon ertaklardagidek makon. Azizlar, mana Shohimardonni yana bir ertaksimon joylardan biri G'az deb qo'yiladi. Demak, bu soy Oqsuv tarafdan, Yordon tarafdan keladigan soy. Shohimardonda mana juda ko'pchilik ko'rmagan joylardan biri. Ana bu toshlarni ko'ring. Ana shu soylar Oqsuv, Yordon tarafdan kelayotgan suv. Shu Yordonga ketaverishdi pastki mahallalardan biri. Bu yerda 8 ta 10 taga yaqin aholi turadi xolos. Tabiati juda ham go'zal. Butun xilma-xil qushlar, bulbullar sayraydigan eng go'zal makonlardan biri. Juda toza havo. Juda katta toshlar mana shu yerda to'plangan ekan. Bu yog'i mana mahallaning shekli keltiriladi. O'ziga xos mana kichkinagina o'rmoncha. Juda chiroyli, go'zal mahalla. Kanti turibdi-yu. Ha. Bu tomonini Qurqizlar. Bu taraflar. Mana o'ng qo'l tomoni. O'ng qo'l taraflari Qurqizlar. Ha. Ha. O, nari ko'rinib turgan Xo'jin deyiladi. Bu yerda olasizda. Ha.
Demak, mana ro'parada qoya beldir ekan, ha? Ha, mana chap qo'l tomoni. Bunday. Mana. Mana u. Ha, bel. Biri o cho'qqini bag'i, bunday tog'ni tushgan joy qo'rqizlar deyman. Qo'rqizlar, bulutni tay. Ha, shu bulutda. Ha. Qo'rqizlar. O, ko'rinmayapti. O, naradan ko'rinadi. Lekin ko'rinmayapti. O, yashil yalangli joy bor. O, cho'qqin tugashil. Ha. O'sha hujin deydi. Yalangli joymi? Ha. Biznikidaqa yalangli, uni o'ydim shu mashinaga o'xshagan. Mana bu go'zallikni qaranglar endi mana. Shunaqa joylar ko'rganmisizlar mana Shohimardon? G'az deb berarkan mana Qo'rg'oncha mahallasi G'az. Qo'rg'oncha mahallasi deyilar ekan. Yetib borsa bir 7 ta 8 ta aholi turar ekan. Ha, 8 ta. Go'zalligini qarang bu yerda mana. Balki odam qo'ymaysizlarmi aka? O'zi oqtarib kelsa qo'yamiz. Bo'lmasa majbur olib tushmaymiz. Ha, sharoitlar bormi o'zi? Ha. Bunaqa nima qilmaymiz-da, nima deydi? O'zi kelib qolsa qo'yilaveradi. Kelib qolsa, so'rab kelib qolsa, ma'qul kelsa qo'yamiz aka. Otingiz nima edi? O'zinglar chiqar. Mashina ham juda chiroyli joyga joylashibdi. Yo'llar ham bir ajoyib. Ertaksimon. Buni qarang, bu tarafga ham yurasiz. Bu tarafda ham mana yo'l. Va mana pastlikda ham yo'l. Juda ham go'zal. شايط على سجادة حرير في حرير بتصلي ويا العصافير وتسبح سبحان الله وسنابل قمح مع شعير على سجادة حرير في حرير بتصلي ويا العصافير وتسبح سبحان الله وسنابل قمح مع شعير على سجادة حرير في حرير بتصلي ويا العصافير وتسبح سبحان الله وسنابل قمح مع شعير على سجادة حرير في حرير بتصلي ويا العصافير
العصافير وتسبح سبحان الله.